Qiyin bo'pti-yu. 1,5 metr broni plyonkani Li 9 farasiga hozir sizlar bilan yetkazish yo'lini ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz uchun plyonkamiz 75 turibdi, mana ikkiga ajralgan. Hech qanaqa uzun emas, hozir sizlar bilan shuni to'g'ri cho'zib turib shu yo'nalishda qilishni ko'ramiz. Bizga buning uchun ikkita yaxshi usta yoki shogird bolalar kerak bo'ladi. Plyonkamizni sekin ochib olamiz. Bu shampunli suvda ochib olamiz. Ko'rganinglardek. Endi qotirishimizga oson bo'lishi uchun oldi chastini spirtda chayib qo'yamiz. O'ynab ketmaslikligi uchun. Endi nima qilamiz? Mana oldi chast spirtda turganligi uchun qotiramiz. Qo'l bilan ushlab turish kerak, mana tepaga ko'tarib ketmaslikligi uchun. Yaxshilab cho'zib olinganligidan keyin mana ko'tarilib ketmasligi uchun oldini maksimal darajada sal pastroqga bosib turish kerak bo'ladi. Keyingi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatimiz chayib kelamiz. Spirtda chayib olganimizdan keyin oxiriga kelganda kuch tortilib turmasligi uchun sal bo'shatib olishimiz kerak bo'ladi. Haliga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan fishkalarni aytib o'taman. Birinchi jihatimiz olib kelgan paytingizda kuch kamaytirish uchun oxirgi 20 santimetrlarda plyonkani o'zining holatiga qo'yasizlar. Ya'ni ertaga ko'tarilib ko'chib ketish ehtimoli kam bo'ladi. Ikkinchisi spirtli rastvordan foydalanasizlar. Uchinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatimiz 190 mikronlik poliuretan broni plyonka bo'lsin. Gibrid yoki 210 mikronlarlarda figuraga solish ancha qiynalasizlar. Endi o'zingizlar sifatiga baho berasizlar. Qirralari qanaqa darajada chiqqanligini. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, e'tiborlar uchun rahmat. Bitta like qo'yamiz.